Amerika Xitoyning maxfiy hujjatini oshkorladi. 3 yanvar Amerika Birleşme Gezisining xabarida bildirilishicha, Amerika axborot vositalari 2017-yil 9-oyda Xitoy Kommunist Markaziy boshqarmasidan yo'llangan Xitoyning Shimoliy Koreya masalasidagi maydoniga aloqador bir maxfiy hujjatni oshkorladi. Maxfiy hujjatda Xitoy Shimoliy Koreyaning yadro quroldan voz kechmay, faqatli yadro quroldan voz kechishga va'da qilib qo'yib, amaliy ijro qilmasligi, yadro siniqini to'xtatib, bor bo'lgan yadro qurollarini saqlab qilishi kerakligi. Shimoliy Koreya Xitoyning deginda qilsa, Xitoy Koreyaga beradigan iqtisod va harbiy yordamlarini ko'paytirganligi. Shimoliy Koreya o'rnini to'ldirg'ili bo'lmaydigan muhim bir strategik o'rinda turayotganligi. Xitoy barliq amallarni qilib, Shimoliy Koreyaning egilik huquqi va zamin butunligini qo'g'daydiganligi hamda muqimligi, bexatarligiga kafolatlik qildiganligi bildirilgan. İsrailiyada o'lim jazosi berish qonuni yo'lga qo'yildi. Qrim agentligining bugungi xabarda bildirilishicha, Isroiliya parlamentining internet tor betida e'lon qilgan bayonotiga asoslanganda, Falastinliklarga o'lim jazosi berish qonun taklifi 49 ga qarshi 52 ovoz bilan ma'qullangan. Isroiliya bosh ministri Netanyahu Iordan daryosining g'arbiy qirg'iga selingan Yahudi to'ralg'usida yuz bergan 3 ko'chman Yahudining o'limini keltirib chiqargan hujumchi yashashga loyiq emas degan. İran'da namoyish pastgo'yga tushishga boshladi. 4 yanvar yangi akit kesib bergan xabarda bildirilishicha, Iran'da hokimiyatni qo'llash namoyishlarining boshlanishi bilan hokimiyatga qarshi namoyishlar pastgo'yga tushgan. İran hukumati davlatni qalaymaqon qilgan chet el kuchlarini surishti qilishga boshladi. Natijada Iran Iroq chegara rayonidagi to'qinishlarda Iranning 3 nafar istixborot xodimi o'ldirildi. İran'da portlagan namoyishlarda qo'lga ilingan Yevropalikning kimligi hozirgacha e'lon qilinmadi. G'uta uzluksiz bombardimon qilindi. Allohu akbar. 4 yanvar Hurriyet kesib bergan xabarda bildirilishicha, Rossiya havo armiyasi Sharqiy G'utani muhosiraga elib, to'xtovsiz hujum qilayotgan hokimiyat kuchlariga yordam berish uchun aholilar rayonlarini qattiq bombardimon qilgan. Urush aeroplanlari tunugun kecha Sharqiy G'utaning Misraba bozoriga hujum qilib, jami 11 fuqaroning joniga zamin bo'ldi.